19 aprel. Ben Napoli'ye batırman. Amerika elçixonasına giriş üçün. Paduadan Napoli'ye barış vakti 8 saatini təşkil etadi. Barış gəliş bilet 20 euro. Ortada fakat Rimdə toxtab ötədi. Avtobusun içindeki şəraitlər yaxşı. Zərətə qoysa boladı, ayaqla keng duradı, uxlaq ketsə boladı bemalol. Mən üçün Amerika baratırman özü. Yanvar ayında mən New York'da boladığım Business Fellowship programı üçün grant tutub aldım. Və 10 günlük biznes konferensiya və yerdə kompaniyalara təşriflər boladı. Biznes boyunca, venture capitallar boyunca seminarlar boladı. Xohlasanız sizlərə barışlarınız mümkün. Bu üçün mənə müraciət edinglər. Mən sizlərə referral linklərini təşəkkür edirəm. Napoli bus station. Mən görgən ən rəsva avtobus bekatlarından birisi ekan. Bekatdan çıxıb, kofeyni içib, şəhərə aylanmağa çıxdım. Azanda bilan kelganim uchun odam nisbatan ozroq edi. Lekin shundan ham ko'rib turibsizlar, odam ko'p ko'chada. Bu eng gavjum shaharlardan birisi. Bu yerda immigrantlar ham ko'p. O'zini to'pa xohlasam, bu ko'rib turganlaringiz asosiy temir yo'l stansiyasining oldi va eng ko'p kafe, restoranlar bor bo'lgan joy. Yo'llarda yetib borayotganim bu svetoforlar kamdan kam rioya etadilar. Ayrim svetoforlarda даже yashil ham yonmaydi. Sari hamma o'zini xohlagan vaqtida yo'lni kesib o'tadi. Shahar eski qurilgan, lekin eng yoqimsiz etib grafitilarni chizib tashlaganlar hamma joylarini chap tarafda ko'rishlaringiz mumkin. Tepada Shohlarning qasri oligarxlar o'tirgan. Yandasa bizani Xivaychankalarning qasr asli bellari suv bo'lgan, quruqlikka aytganlar keyin hozir portni sal orqaga surganlar. Qasr yemlilik ketmaslik uchun hamda kelib ketish qulayroq bo'lish uchun boshqa gemilara hozir shira borib ko'ramiz. Qasrni uzoqroqdan ko'rinishi Bize porta geldik. Napoli portu. Adamların tuttu. Napoli. Arkamda portu. Anam arkadaşa Vesuvio Vulkan. Galleria Umberto. Unikal şişeden yasalgan üstü yapık dükkanlar mecmuası. Xuddi shunday binalardan Italiyada 3 ta bor. Bu Napolidagisi, Milandan ham xuddi bir shundaysi bor. Turindan ham bor. Uchalasi ham bir xil etib qurilgan. Bir xil stilda va taraflar ham bir xil tarafga qaragan eshiklari. Eng mashhur joylardan birisi. Napolining tor ko'chalari hammaga mashhur, hamma Instagramda qo'yadigan joylardan birisi. Bu eng mashhur ko'chasidan birisi. Mana oxiri Maradonani monumentini olib boradi. U Napolida o'ynagan va odamlar uni juda yaxshi ko'radi. Shuni sharafina monument qo'yilgan. Ko'chasida yurganimda odamlar kamera olib birganini ko'rdim. Katta ehtimol bilan hujjatli film ishlab o'tdilar Maradonani tashrif buyuruvchilar haqida. Kvartallari eski, zdaniyalar ham eski. Lekin remont etmedilar. Odamlar shu eski narsalarni ko'rish uchun keladi. Kirlarni jo'natib qo'yadilar. Bu Napolining vizitni kartochkasi. Hammalar tushpasibdi. Lekin shu ko'chalari uchun odamlar, turistlar keladi.
Şu xaraba ko'chalarni ko'rish uchun, shu yerda yurib rasm chizish uchun. Ham bir boshqacha bir tarzdagi turizm. Doğrular Amerika elchixonasi birinchi etajida. Ben hozir shara kiramoqchi bo'lsam, ozgina spechimni tayyorlab olib, nima deydi? Omadim bo'lsin. Vizapchiki. Yandasa güzel napoli. Arangda dengiz bor. Chiqib turib ko'rsataman yana to'xtab. Napoli. Hop, ben hozir vizaga chiqdim. Endi bir haftada javobini aytadilar. Vizani tartibini chiqib oladi ekan. Shu Schengen vizasini olishdi. Oldin registratsiyadan o'tib forma to'ldirib boriladi. Keyin ishga kirmasdan oldin pasportni ko'rsatib navbatda turish kerak. Ichkarida birin-birin chaqiradilar. Elchixonaning ichine elektron device kiritish mumkin emas. Pasportlaringiz bilan kirasiz, pasport coverni olib kirish kerak. Shunday pasportni olib qoladilar. Hop. Girdik, o'tirdik, kutdik, birin-birin chaqiradi. Keyin shu oynasini chaqirgandan keyin savol beradi. Nechun boratirsan? Nima maqsading bor? Ishlab finance etasan. Men 35 bet hujjat olib keldim. Ko'rsatish uchun bu yerda men shu New Yorkka qabul qilinganim, bular yarmini to'lab berishi, hotel bookinglari, flight bookinglar hamma narsasi bor edi. Lekin mendan ikki dona betini so'radi uni. Oyligim bilan o'sha qabul qilinganligim xatini. Men rasman aytgandim o'zimdan, rasman so'ramadilar, lekin visa instructionda rasm aytganishlaringiz kerak deb yozib qo'ygan. Keyin fingerprint oldi, ya'ni barmoq izi. Barmoq izi olgandan keyin viza officerni yonina girdik. Bu yerdan ham savol berdi. Nechun botirsam? Amerika botirman, New York shahrina. Shuning 7 kunlik business fellowship training bo'ladi. Biz company vizitlar atamiz, case competition bo'ladi, networking eventlar bo'ladi. Keyin kim finance etadi dedi. O'zim finance etaman. Yarmini kompaniya to'lagan dedim. Endi bo'ldi, boshqa hech narsa so'ramadim mendan. Javobini kutamiz. Sizlar esa Napolidan zavqlaninglar. Chiroyli shahar. Hozir yana videom davomida 1-2 soatlarni qo'yib o'taman. Umid etamanki bu videom YouTube'ga chiqadi va men viza olgan bo'laman. Tamamen tamam. Napoli'ye aylanib yurdim. Supercar show bor ekan. Bu yerda Ferrari, Porsche, Aston Martin, McLaren, Ferrari'ni eng oxirgi modellarimiz bor. Faqat talalarni o'zlari mazasi turibdi. Meni vizam chiqdi. Iyulda Amerika boraman. Xudo xolasa keyingi kontentlarni New Yorkdan ko'rasizlar. Agar sizlar ham Schengen vizasi yoki bo'lmasa Amerika vizasi bo'yicha yordam kerak bo'lsa, Bridgepointga murojaat etsangizlar bo'ladi. Linklar pastda.